Xo'p, 33-chi, 40-chi misollarimizdan ikkinchi variant tahliliga to'xtalamiz. Ikkinchi variantda aytyaptiki, bug'doy va javdar o'simligida changdondagi birlamchi jinsiy hujayralar soni 1200 ga teng bo'ladi. Demak, dastlabki 1200 hujayra bo'lsa, buni hammasidan sperma hosil bo'ladigan bo'lsa, buni sonini 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, umumiy bug'doy bilan javdarda hosil bo'lgan spermaning yig'indisi 9600 ton tashkil qiladi. Endi ma'lumot sharti aytyaptiki, mana bug'doyni X belgilab oldim, javdarni Y holatda belgilab oldim, birlamchi jinsiy hujayrasini. Bug'doydan hosil bo'ladigan umumiy spermiyaga uchun X da 8 va 8X hamma spermiyasi bo'ladi, javdarning 8Y umumiy spermiyasi bo'ladi. Bug'doy o'simlikda jami spermiyani 2 dan 1 ishtirok etdi deyapti. Shuning uchun 8 dan qanchasi desa 4X urug'lanishda ishtirok etgan. Biz bilamiz, gulli o'simliklarda qo'shuvlanish jarayoni bo'ladi. Shuning uchun bu 4X dan 2X to'q hujayralarni urug'lantirishga, qolgan 2X esa markaziy hujayralarni urug'lantirishga sarflanadi. Endi javdar o'simligida, ya'ni 8Y umumiy spermiyni qanchasi esa 5 dan 2 qismi urug'lanishda ishtirok etdi deyapti. 8Y ni 5 deb 2 ni qisqartiradigan bo'lsak, bu qancha bo'ladi desa 3,2Y ga teng bo'ladi. Buni ham teng yarmi tuxum hujayraga, qolgan teng yarmi bo'ladigan bo'lsa markaziy hujayraga tegishli bo'lib qoladi. Endi ma'lumotni davomini o'qiydigan bo'lsak, bug'doyni tuxum hujayrasini urug'lantirgan spermiya deyapti. Bug'doyni tuxum hujayrasini urug'lantirgan spermiya qani? Mana 2Ximiz. Javdar o'simligining jami urug'lanishda ishtirok etgan, ya'ni mana 3,2Y dan necha marta ko'paygan desa 1,875 marta ko'paygan. Mana kasrda tepasiga ko'pini, pastiga kamini yozib turib tenglab qo'ydik. Bu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, bundan kelib chiqyapti nima desa 2Ximizni nechaga tengligi desa 6Y ga tengligi. Bizda dastlabki jinsiy hujayralar 1200 ta edi. Bu degani X bilan Y ni yig'indisi 1200 taga teng ekan degani. Ikkita X'im 6Y ga teng bo'lsa, shunda bitta X'im 3Y ga teng bo'ladi. X o'rniga mana 3Y ni qo'yib turib 4Y ni 1200 ga tenglaydi. Shunda Y'imiz necha ekan desa 300, X'imiz esa 900 ga teng bo'ladi. Endi shunda 33-savolda so'rayaptiki, bug'doy o'simining urug'lanishda qatnashgan spermiyadagi xromosomi sonini aniqlang. Bug'doyni o'zi umumiy ishtirok etgani 4X dir. Shuning uchun birinchi o'rinda mana 900 ni 4 ga ko'paysa 3600 sperm ishtirok etgan. Bug'doyni n to'plami 7 ga teng bo'ladi. Shuning uchun buni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 25200 ta chiqadi. Bu A javob. Xo'p, 34-savolga to'xtaydigan bo'lsak, o'simliklarda hosil bo'lgan endospermlar farqini so'rayapti. Endi bu nima soniga teng desa, bu urug'ning soniga teng bo'ladi. Misoldan bug'doyda 2X ta urug' hosil bo'lgan. Bunisida 1,6Y ta nima hosil bo'lgan? Urug' hosil bo'lganini hisoblaydigan bo'lsak, umumiy urug'lar sonini hisoblaydigan bo'lsak, mana spermiyani 2 ga bo'lib, bug'doyda 1800 ta urug' bor, javdarda 480 ta urug' bor. Bu degani endospermlar soni ham urug'lar soniga teng bo'ladi. Ikkalasining ayirmasi nechaga teng? 1320 ga teng bo'ladi. 35-savolda javdarni urug'lanishda qatnashgan va qatnashmagan spermiyasini so'rayapti. Umumiy urug'lanishda qatnashgani 3,2Y edi. Endi mana 3,2 ni ko'paytiradigan bo'lsak 300 ga, bu 960 ta ishtirok etgan. Endi qarang, 8Y dan mana 3 ni ayirib oladigan bo'lsak 408 ishtirok etmagani kelib chiqadi. Shuning uchun bu 408 ham 300 ga ko'paysa 1440 ta ishtirok etmagan. Ikkalasining o'rtasidagi farq 480 tani beryapti. Buni ham n'ini masala shartida aytib qo'yibdi. Bug'doyni n'i javdarni n'ga teng bo'ladi deb. Shuning uchun buni ham 7 ga ko'paytirib olsak 3360 ga teng bo'ladi. Shunda 33-35 yopiladi. Keyingi savol. 36-savolda aytyapti. DNKning birinchi zanjirida dedi, mana guanin, sitozin, adeninni 1, 2, 2 nisbatida beryapti. Shuning uchun bularni X, 2X, 2X holatda belgilab oldik. Va ma'lumot sifatida aytyapti, mana ikkinchi zanjirdagi mana va adeninni foizi 12,5% tashkil qiladi deyapti. Biz bilamiz, DNK 100% bo'ladi, bitta zanjirga 50% qoladi. Endi mana X sitozinga X bo'ladi. Mana 2X'larimiz guanin bilan timinga o'tganda ham 2X dan bo'lib o'tadi. Adenin 12,5% bo'lsa, bu uchalasiga qancha qoladi desa 37,5% nukleosid qolgan bo'ladi. Bu bizga kerak bo'ladi. Endi qarab turing, yana ma'lumot sifatida aytyaptiki, ikkinchi zanjirda 199 ta fosfodifir bog' deyapti. Bitta zanjirda fosfodifir bog'lar bitta ekan bo'ladi. Shuning uchun 1 qo'shadigan bo'lsa 200 bu bitta zanjirdagi umumiy nukleosid bo'ladi. Bitta zanjirdagi umumiy 50%, mana adenin 12,5% qancha bo'lsa 50 ta. Mana yerdagi umumiy 37,5%imiz qanchaga teng bo'lsa 150 ga teng bo'ladi. Bularning yig'indisini qo'shadigan bo'lsak, bu X, 2X, 2X qo'shsa jami 5X. Bu 5Ximiz nechaga teng ekan desa, mana bu 150 ga teng bo'ladi. Shunda Ximiz 30 ga teng bo'lgan bo'ladi. Endi so'roq. DNKdagi deyapti, jami vodorod bog'lar sonini nima qiling, hisoblab qo'ying deyapti. Endi jami vodorod bog'ini hisoblaydigan bo'lsak, hop, mana bu 200 ni 2 ga ko'paytirsak, jami necha bo'ladi desa, 400 bu umumiy nukleotid bo'ladi DNKdagi.
Endi bizga nima kerak? Mana bu sitezin bilan mana bu guanin kerak. Chunki sitezinning qarshisida guanin bo'ladi. 2x qo'shsam mana bu bilan 3x bo'lyapti. Xo'p, shunda 3ximiz nechaga teng bo'ladi? Desa, mana bu yerda mana nechaga? 90 ga teng bo'ladi. Keyin buni ko'paytiradigan, qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 490 ta umumiy kvadrat bog'i beradi. Xo'p, 37-savolga o'tamiz. Xo'p, aytyapti. Tirnoqlarning uzunligi va dum patlarining qisman rangdor bo'lishi dominant avtosomida birikkan holatda sinadi. Kressing over esa 7% tashkil qiladi. Xo'p. D heterozigot urg'ochi to'q dominant genlarini faqat otasidan o'tgan deganligi uchun mana D heterozigotali dominant genlarini faqat otasidan o'tgan to'q qisqa tirnoqli va dum patlari rangsiz bo'lgan erkak to'q bilan, ya'ni retsessiv bilan o'zaro chatishtirildi. Xo'p, mana bu to'q kressing over bo'yicha 2 ta gameta beradi, bir kishi bo'yicha 2 ta gameta beradi. Bundan bo'lsa faqatgina bitta gametani olamiz. Foizini belgilab beradigan bo'lsam, kressing over 7,5 7% dir. Bo'lib bersam kressing overlangan gametlar 3,5% dan. Shunda bir kishiga 93% bo'lib bersam 46,5 dan tegyapti. Endi so'ralayotgan narsa nima? Avlodda jami 80 ta avlod olingan. Shu avloddan qisqa tirnoqli deyapti. Ya'ni qisqa tirnoqli degani kichkina a degani va dum patlari rangdor bo'lsin deyapti. Ya'ni kichkina a, katta belilar, ya'ni mana uni nazarda tutyapti. Necha foiz desa bu 3,5% ga teng bo'ladi. Va dum patlari rangdor bo'lgan deyapti. Rangdor bo'lgan deganda, xo'p, katta beli tovuqlar soni dum patlari rangsiz bo'lgan tovuqlar soniga nisbatan necha foiz tashkil qiladi degan bo'lsa, bu ikkalasini hisoblaydigan bo'lsak, umumiy 50%, mana foizni ichidan foiz so'rayapti-da. Demak, mana bu ikkalasini 50% ni necha foizni tashkil qiladi demoqchi. Buni 50% ni o'zini 100% bo'lsam, bu 3,5% buni qancha tanani tashkil qiladi desa, bunisi 7% ga teng bo'ladi. 38-savol tahliliga to'xtalamiz. O'qiymiz. Sebarga o'simligida 844 hosil bo'ldi. Umumiy spermiyalarni 5 dan 3 qismi urug'lanishda qatnashmadi. Demak, ishtirok etgani qancha bo'lyapti desa, 2 qismga teng bo'ladi. Bitta urug' hosil bo'lishda ikkita spermiya ishtirok etadi. Bizda 844 hosil bo'lgan. Bunga 1680 ta spermiya ketgan. Bu umumiy spermiyalarning 2 qismi, ya'ni ishtirok etgani bo'ladigan bo'lsa, jamiz qancha bo'lgansa 4200 taga teng bo'ladi. Endi bu 4200 ni 8 ga bo'lsak, ya'ni dastlabki jinsiy hujayraga o'tadigan bo'lsak, u 525 dan tashkil qiladi dastlabki mikrosporasit. Endi mana o'qiydigan bo'lsak, mikrosporasitda jami 16800 ta xromosomi bo'lgan. Uni o'zini soniga bo'ladigan bo'lsak, o'simlikni 2 ga to'plamiga chiqadi. Ya'ni nechaga teng ekan desa, 32 ga teng ekan. Demak, bu olcha ekan. Endi so'rayapti, endospermdagi jami xromosomalar sonini nima qiling, hisoblab qo'ying deyapti. O'zi 2 ga 32 bo'lsa, demak 3 ni 48 ga teng bo'ladimi? Bunaqa urug'dan bizda jami nechta bor edi desa, 840 ta bor. Shuning uchun 840 ga ko'paytirsak, bu endospermdagi umumiy xromosomalar sonini ko'rsatib beradi. 39-savolga o'tadigan bo'lsak, bir kecha kunduz iste'mol qilgan oziq-ovqat tarkibida oqsil yog' uglevodlarining umumiy og'irligi 700 gramm tashkil qiladi, ma'lumot beryapti. Va biopolimerdan ajralgan energiyani 2460 ligini beryapti. Endi biz bilamiz, uglevoddan ham, oqsildan ham kaloriyada 4,1 kaloriya energiya ajralib chiqadi. Shuning uchun 2460 ni 4,1 ga bo'ladigan bo'lsak, oqsil bilan uglevodning yig'indisi 600 gramm. O'zi jami 700 gramm bo'lganligi uchun lipidga qancha qoladi? 600 ayirib yuborsak, bunga 100 gramm qolyapti. Endi so'roq nima edi desa, ovqatlanishda miqdor qoidasiga asosan kunlik ovqat tarkibida ko'p iste'mol qilingan biopolimer kam iste'mol qilingan biopolimerdan 5 marta ko'p. Endi biz bilamiz, bir kunda o'zi oqsil 100-120 gramm, uglevod 450-500 gramm iste'mol qilinadi. Demak, eng ko'pi kim? Bu uglevod. Uglevodni 5x belgilasam, oqsilni x belgilaman. Ikkalasining umumiy yig'indisi 600. Demak, 6x imiz 600 ga teng bo'lsa, x imiz 100. Bu degani oqsil 100 gramm, uglevodimiz 500 grammga teng bo'ladi degan. So'roq jami iste'mol qilingan moddadan ajralgan energiya miqdorini so'rayapti. Endi bizga o'zi nima noma'lum edi? Biopolimer, ya'ni oqsil bilan uglevodniki bor edi. Qanchaga teng edi? 2460 ga teng. Bizda 100 gramm lipidimiz qo'shilyapti. 9.3 ko'paytiradigan bo'lsam, 930 ga teng bo'ladi. Bu hammasini qo'shib qo'ysak, bu bir kun davomida iste'mol qilingan ovqat tarkibidagi energiya 3390 kaloriyaga teng bo'ladi. 40-savolga o'tamiz. Xo'p, atirgulda gulchehraning qizil bo'lishi A ingibitorganiga bog'liq bo'lib, A geni esa rang hosil bo'lishiga umuman ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin rangni belgilaydigan genlar qaysilar ekan desa, bu yerda B geni, ya'ni pushtini, uni retsessivalligi esa oq bo'lishini ta'minlab beradi. Xo'p, keyin qizil gulli va pushti atirgullar chalishtirildi dedi. Qizil gulli bo'lishi uchun katta geni bo'lishi kerak. Mana bunisi noma'lum. Kichkina B bo'lsa ham, katta B bo'lsa ham ahamiyati yo'q. Uni farzanddan aniqlasak bo'laveradi. Va pushti gulli deganligi uchun pushti gulli bo'lishi uchun katta ingibitor gen bo'lmasligi kerak.
Shundagina bu menda katta B bo'ladigan bo'lsa, u pushti rangga ega bo'ladi. Shu o'simliklar o'zaro chatishtirilganda olingan 376 ta o'simlikdan 50% dan ichidan qizil ham chiqqan. Qizil chiqadi chunki katta bu. Uning ichidan 12,5% oq ham bo'lishi kerak. Shuning uchun bu yerda kichkina belani belgilab oladigan bo'lsakkina shunda nima chiqishi mumkin bo'lsa, faqat oq chiqishi mumkin bo'ladi. Mana undan topamiz. Ya'ni doim bizda eslab qolaylik, resessiv digomozigotali organizm avlod nechta bo'lishidan qat'iy nazar doim bitta chiqadi. Shuning uchun buni foizdan qo'yamiz. Bittam 12,5% bo'lsa, demak 100% qancha bo'ladi desa, bu yerda 8 ta avlod olinishi kerak. 8 ta avlod olinishi uchun bu tomondan o'zim aytib kichkina borligi aniq. Demak, mana 4 ta gameta bersa, mana uni heterozigota qilsam 2 ta gameta bersa, shundagina 4 kere 2 8 bo'lib turib, jami 8 ta avlod chiqadi. Buni gomozigota qilsak, u jami bo'lib 4 ta avlodgacha qolib ketadi. Shuning uchun 8 ga olyapmiz. Xo'p, buni gametasini olamiz. Gametasini olib turib chatishtirganimizda so'ralayotgan narsa, hop, olingan avlodni genotipik sinflar sonini hisoblab qo'yamiz. Ya'ni genotipga qaraydigan bo'lsak, mana birinchi belgi bo'yicha heterozigota, ikkinchi belgi bo'yicha dominant gomozigotalilar bitta, keyingi diheterozigotalilardan mana ikkita bor va keyingisi mana birinchi belgi bo'yicha heterozigotadan bitta bor, mana bunisidan ham bitta, bundan ikkita, mana undan bitta. Jami nechta qaysi ekansa 1 2 1 1 2 1 holatda olinadi.